polvon 400 wattli drill, lekin videomiz bu drill haqida emas. Nimaga drillni chiqarganimni videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Bugungi videomiz 125 talik Makita brendiga tegishli bo'lgan 125 talik bolgarkamiz haqida bo'ladi. Uy sharoitida ishlatishga, ustachilikka ishlatishga ajoyib bolgarka. Bu bolgarkamizning narxi atiga 220 ming so'm. Bu bolgarka nima ishlarga qodirligini va qanday vazifalarni bajarishi mumkinligini biz sizlarga video davomida ko'rsatib o'tamiz. Qalinligini ko'rasizlar, qanaqa qalin o'tinda ham bemalol aralab beradi. 220 ming so'mga mana shunaqa universal bolgarka. Metal kesishda ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Любой metalni kesaveradi. Mana bunaqa qalin disklarni qo'yib, zang tozalash yoki svarkadan qolgan izlarni ko'chirishga ham bemalol ishlatsanglar bo'laveradi. Okay, ko'rsatdingizmi? Buni ko'rsataman. Bemalol bunaqa svarkadan qolgan izlarni charxlab tozalasa ham bo'ladi. Bundan tashqari uy sharoitida bemalol pichog'inglar bo'lsa, pichoq o'tkirlasanglar ham bo'ladi. Videoni ko'rdinglar. Mana shu videoni ostiga eng ko'p do'stini belgilagan hamda bizga obuna bo'lgan obunachimizga juma kuni soat 18:00 da prямой efirda mana shu drillni g'olibini aniqlaymiz. Maksimalniy kommentariyada eng ko'p do'stinglarni belgilanglar, shunda yutish imkoniyati sizda ko'proq bo'ladi. Polvon Gulistonga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.